qo'limda 8 oylik farzandim bilan turmush o'rtog'im ketdi. Kashaga pulli ilojisi yo'q. Uyda xo'jayinimlar olib berib ketgan kasha bir hafta 2 haftada tugagan. Undan keyin qaytib bolamga bitta ham kasha olib bera olmadik. Shu qadar ko'p ishladimki, 10 yil meni ezib tashladi. Endi hech qachon hech qayerda ishlamayman. Chiqsalar bo'ldi. Pul topganlarga qanoat qilib uyda o'tiraman deb o'zimga o'zim ahd qo'ydim desam ham bo'ladi. Bismillah. Qiziqib ketsanglar ham bo'ladi. Bugun men muslimalarim bilan yolg'iz gaplashmoqchiman. Assalomu alaykum muslimalarim, omonmisizlar? Meni kuzatadiganlar yaxshi bilishadi. Tazku keng nodiranglar, bugun sizlar bilan dildan suhbat qurmoqchiman. 21 yoshimda sevib qolishdi. Sevilib turmush qurdik. Ota-onamga juda ham erka farzand bo'lganman. Turmushga chiqdim, erka kelin bo'ldim, alhamdulillah. Chiroyli kunlarimizni birida oradan 3 yil o'tib, qo'limda 8 oylik farzandim bilan turmush o'rtog'im ketdi. Buni boshqa intervyularda ham ko'p gapirganman. Ketganlarida ham 1 oyga emas, 1 yilga emas, roppa-rosa 10 yilga ketganlar. Birga yashagan 3 yil hayotimiz davomida ham turli xil yaxshi kunlarimizni ham ko'rdik, yomon kunlarimizni ham ko'rdik. Yaxshi kunlar muhimi bir-birimizni tushundik, baxtli yashadik. Alloh birinchi marta bizga Hasan Husan farzand berdi, tug'ilishi bilan o'zi jonini oldi. Bu kunlarga ham yig'lab ko'nikdik. Alhamdulillah, ketidan Abdulloh farzandimiz dunyoga keldi. Afsuski farzandimiz 8 oylik bo'lganda bizga Alloh shunaqa katta sinov berdi. Ayriliq. 10 yil farzandim bilan o'zimiz yolg'iz yashadik. Turli xil qiyinchiliklar, yaxshi kunlarni boshimizdan kechirdik. Boshida asosiysi albatta moddiy taraflama qiyinchiliklarga ro'para keldik. Sababi 8 oylik farzandim faqatgina kasha bilan ovqatlanardi. O'sha paytda Abdulloh hozir o'g'lim mana yaqinda alchidan 8 bal oldi. O'sha o'g'limga kashaga pulli ilojisi yo'q. Uyda xo'jayinimlar olib berib ketgan kasha bir hafta 2 haftada tugagan. Undan keyin qaytib bolamga bitta ham kasha olib bera olmadik. Nima uchun o'sha payt ota-onamdan, opa-singillarimdan yordam so'ramaganman haligacha. O'zimga o'zim savol berib javobini topa olmayman. Nima uchun so'ramaganman hayronman. Balki men xo'jayinim ketganlardan keyin shokovый состояние, shokda bo'lganman-da. O'zi to'g'risini aytsam, kamerani oldida yolg'iz qolsam shunaqa yig'lab yuborsam kerak deb o'yladim. Chunki hammasini ochiqchasi sizlarga aytib bermoqchiman bugun. To'g'ri, hammamiz hayotimizda qiyinchiliklar bo'ladi. Xullas shunaqa qilib farzandim molli ustiga o'tib ketdi. Pompalo bo'lib katta bo'layotgan bolam qotma bo'lishni boshladi. Chunki mol usti og'irlik qilar ekan bolaga. Keyin manni kurpadan shunaqa suyuq kashalar qilib berishni bildim. Manni kurpani hozir aytaman, farzandligiga hech qachon har kuni podryad bermaylar. U inson organizmiga kalsiyni sindirib tashlar ekan. Bolam qomatlarida qiyshayishlar, oyoqlarida, xullas turli xil qiyinchiliklar boshlandi. Sal katta bo'lgandan keyin bog'chaga berib o'zim ishlashni boshladim. Bitta ish boshlandi, bog'chada nyanka bo'lib ishladim, ketidan ximchiskaga kirdim, maktab, salonlar, xullas ishlamagan joyim qolmadi. 10 yil davomida shunaqa qattiq ishladimki, ham farzandimga yetkazib berishim kerak edi. Ham bu yerda kommunalnilar, uyga to'laydigan pullar ham u paytda menga og'irlik qilardi. Kiyim kechigini qilayman, bolamni oziq-ovqatini qilayman, bog'chasini qilayman, o'zimniki. Undan ham eng asosiysi, o'zimizdan ham asosiysi hojamiyatlardan borishim kerak bo'lardi har 3 oyda. Ularga dachka olib borish kerak bo'lardi. Dachkalarni ham endi zo'r narsalar olib borish kerak bo'lardi. Xullas, ko'p pul kerak bo'lardi menga. O'sha paytda ko'p joylarda ishlashimga to'g'ri keldi. 10 yil meni shunaqa to'ydirdiki, turli xil so'zlardan, gap so'zlardan, bo'xtonlardan va og'ir mehnatlardan to'ydirdi. Lekin hayot shunaqa odamni sinovlar berib, sekin-sekin hayotda kurashuvchan qilib tarbiyalar ekanda, Alloh fazli bilan. O'zimga o'zim so'z berdim. Qachon turmush o'rtog'im kelsalar, chiqsalar, oila mas'uliyatini bo'ynlariga olsa, qornimizni qilsa, to'ydirsa, mayli, go'sht bermasa ham kundalik ovqatimga, qornlarimni to'ydiradigan holatga yetib kelsalar, ustimga kimxoblarni olib kiydirib qo'ymasin, yirtuv yamo yursam ham hech qayerda ishlamayman. Shu qadar ko'p ishladimki, 10 yil meni ezib tashladi. Endi hech qachon hech qayerda ishlamayman. Chiqsalar bo'ldi. Pul topganlarga qanoat qilib uyda o'tiraman deb o'zimga o'zim ahd qo'ydim desam ham bo'ladi.
Alloh fazli bilan oradan roppa-rosa 10 yil o'tdi. 2008-yili 5-martda kirib ketgan bo'lsalar, 2018-yil 5-martda roppa-rosa 10 yil bo'lgandan keyin ular qaytdilar. Xo'jayinlar tabiiyki chiqishlari bilan hech qanaqa o'zlariga ish topib keta olmasdilar. Hatto ikkita oliy ma'lumotli diplomlari bo'lsa ham, birinchi navbatda ularning ishlashini o'zim xohlamadim. Men ularga aytdim vaziyatimni. 10 yil davomida men ishdan to'ydim. Endi qaytib hech qayerda ishlamayman desam, ular xursand bo'ldilar. O'zi o'sha 10 yil o'tirganlarida ham sen meni shunaqa xabar olyapsanki, odamlar nima balo xotiningiz ministrning qizimi 10 yil kanda qilmasdan shu juda ham chiroyli dachkalar bilan, produktlar bilan sizni xabar oldi deb gapirishadi. Chiqsam xudo xohlasa mashina olib beraman. Mashinada faqat farzandlarimiz ko'p bo'ladi. Farzandlarimizni bog'chaga olib borasan, maktabdan olib kelasan. Umuman og'ir ish qildirmayman. Uyimizda har doim domraботницamiz bo'ladi. Sen ishingni qilishadi. Sen faqat salonga borasan, sochingni qilasan, tirnoqlaringni bo'yaysan. Shunaqa qilib o'zingga qarab yurasan. 10 yil ishlaganlaring xudo xohlasa hali ko'pi bilan senga qaytaraman derdilar. Keyin chiqqanlardan keyin tabiiyki 3 kun 4 kun o'tdi oradan. Bir Farg'onaga borib kelib oldik, marosimlar o'tdi, qo'ylar so'yib qaynotam-qaynotamlar kutib olishdi. Tabiiyki, meni ishim bor, ishga chaqirmasa ham endi ishga borishga majburman. Ikkala maktabimga ham, himchiskamga ham ishga borishni boshladim. Xo'jayinim nimadir qilishim kerak dedilar. Men aytdim, 10 yil qanaqa joylardan keldingiz? Bir oy xatab uyda o'tiring. Dam oling, o'zingizga kelib oling. Chiroyli ovqatlar qilib bering, yeng, semiring, o'zingizga keling deb chiqqanlarda birinchimi, ikkinchimi kuni kelgan biz magazinga kirganimizda, kartinkaga kirganimizda kirib hayron qolganlar. Voy, bu qanaqa olish berish? Hayron qolganlar. Odamlar o'g'irlab olmaydimi? Hamma xohlagan narsasini kartinkasiga solib ketyapti deb so'raganlar. Keyin telefon qo'llariga telefon berib, o'g'lim o'zining telefonini dadam ishlata qolsin deb men o'zim telefonim bor, gaplashib turishimiz uchun telefon berganimizda oddiy shu sensorli telefonni ishlatishga qiynalganlar. Endi o'sha odam tasavvur qilib ko'ring, 10 yil bitta joyda dunyodan uzilgan odam qanaqa qilib dunyo bilan xavf-nafas bo'lib keta oladi bir haftani o'zida. Shuning uchun ozroq moslashing dedim. Baribir o'shanda ham ish qidirishga tushdilar o'zlari. Oradan bir oy o'tgandan keyin taqdir taqozosi bilan hozirgi qilayotgan ishlarini qilishni boshladilar. Mana alhamdulillah 7 yildan beri shu sohada ishlab keladilar. Ular ishga chiqib ketdilar. Men ham sekin-sekin dekret ta'tiliga chiqdim. Farzandimiz Muhammad dunyoga keldi. Ular ishlab bizni hamma kamkoslarimizni qilishni boshladilar. Meni birinchi farzandlarim tug'iliboq nobud bo'lganligi uchun farzandim uchun Alloh tomonidan berilgan sut farzand o'lgani bilan meni tark etmagan. O'shani turli xil dorilar, endi gormonlar ichib sutni to'xtatganimiz uchunmi, balki endi bilmadim nimadan, endi Alloh bizga yozgan qadari qolgan farzandlarimizda farzandlarim dunyoga kelganda menda ona suti bo'lmadi. Shu uchun o'zim qancha harakat qildim, o'zimni psixologически tayyorladim. Raddomda vrachlar qancha harakat qilishdi, lekin o'sha birinchi farzandlarimizdan keyingi travma, shu uchun birinchi navbatda asablarni asrash kerak ekan. Travmalardan keyin endi farzand nobud bo'ldi, onada sut bor, sutni qaytardik 40 kunlab istimalar bilan. Shu qaytib menga ona suti kelmadi farzandlarim uchun. Lekin Muhammad tug'ildi, xo'jayinim ishlayotganlari uchunmi birzani rizqimiz kelib turdi. Men dekret ta'tilida bo'lsam ham alhamdulillah xo'jayinimlar birinchi bo'lib har oy boshida o'sha farzandlarimiz ichadigan kashalarni, chunki Abdullohi hayotimimizdagi bo'lgan holatlarni ko'p eslab gapirganim uchun pampers bilan kashani uyimizga terib qo'yardilar. Hattoki 3 oy 4 oylab ham kasha olmagan paytlarimiz bo'ldi. Ya'ni bittada ko'tarasi olib kelib qo'yardilar. Muhammadga ta'tilda o'tirgan paytlarimda yana undan keyin 3-chi farzandimni avvalga homilador bo'ldim. Tabiiyki uyda o'tirganim uchun o'sha dam oldim. Qandaydirki bizni xo'jayinimlar bilan bir-birimizga intilishlarimiz uzoqlashgandek bo'ldi go'yo. Farzandimiz dunyoga keldi. Akras karantinning eng og'ir paytlarida 2020-yili 20-aprel
как раз ko'chada avtobuslar ham yurmayotgan bir paytlar edi. Farzandimiz Nafalni roddomda ham haligi ko'rishga ham bora olmasdilar. Mashinada qanaqadir razрешение bo'lish kerak edi. Faqatgina shu roddomni olib chiqqani borganlar. 3 kundami chiqib ketganmiz chala tug'ilgan farzandim bilan. Farzandlarim juda ham erta dunyoga kelishadi, 32-33 haftada. Shuning uchun ham hozirgi ikkita kichkina farzandimiz oralari 10 oy. Xullas uyga chiqdik. Ana endi ikkita kashta ichadigan bola. Hammasiga alhamdulillah rizqimizga yarasha Alloh berdi. Sekin aytgancha o'sha farzandimizni kattasi Muhammad dunyoga kelganda xo'jayinim bilan menga raddomdan chiqishimga Cobalt mashina sovg'a qildilar. Muhammad rizqli bola keldi, ketdan Nafal keldi. Nafal kelgandan keyin mashinamni eski haydalgan Cobalt olib bergan bo'lganlar, haydalmagan yangi salondan Cobalt olib chiqqan. Shunaqa mashinani menga sovg'a qilganlar. Farzandlarim bilan u yoqqa boramiz, aylanib bu yoqqa boramiz, uyga kelamiz. Kech payt bir xotin yana gaplashib o'tirishingiz kerak. Qarasam, men xo'jayinimlar uchun zerikarli ayolga aylanishni boshladim go'yo. Uyda o'tirgandan keyin o'zimda qanaqadir stresslar boshladi. Dunyo qarashimiz qanaqadir birimizga to'g'ri kelmayotgandek bo'ldi. Qiladigan ishim xo'jayinimga telefon qilish bo'lib qoldi. Qattasiz, qachon kelasiz? Muhammad bugun mamnaqa qildi, Nafal mamnaqa qildi. O'sha paytda o'sha uyimizda yordamchi ham bor. Chunki ular va'dalarning ustidan chiqib, o'sha o'tirgan paytlarda nima va'da bergan bo'lsalar, hammasini ustidan chiqishni boshladilar. Uyimiz o'zi kichkinagina 2-3 xonali kvartira, remontlari yo'q, lekin o'sha holatimizga ham aytganlaridek mashina olib berdilar, aytganlaridek yankalarni olib berdilar yordamlashishga. Xullas, men uyda qolib ketdim. Haligi 10 yil ishlab ishdan bezgan ayol, qaytib ishlamayman deb o'ziga o'zi so'z bergan ayol uyda o'tirish menga emas ekan. Dunyo qarashim umuman boshqacha bo'lib ketdi. Xo'jayinim bilan tilimiz bir-birimizga tushmay qoldi. Men juda ham ko'p vaqtlar o'qigan, izlangan, ishlagan ayol edim. Dunyo qarashim o'zgaryapti go'yo, biza chiqish olmaslikni ham boshladik. Faqat qiladigan ishim soat 9 uydan chiqib ketgansiz, soat 11 bo'ldi, 2 soatdan beri bir marta ham telefon qilmadingiz. Xullas mana shunaqa xuddani o'zimga o'zim qarshi chiqa olmaydigan ishlarni qilishni boshladim. Keyin bir kuni xo'jayinimga Instagram ko'rib o'tirsam, yo'limdan bitta o'zimga o'xshagan kurs reklamasini taniqli bir aktrisamiz, reklama deymiz endi, tavsiya qilib chiqdilar. Haligini shappa skrinshot qildim-da, xo'jayinimga ko'rsatdim. Mana shunaqa ekan, mana qiz bor ekan, shu qizda shunaqa kurs ekan. Sam onasi dedi, ovqat qilishni bilmaysanmi dedi. Hamma ovqatni bir chiroyli qilasan. Hamma qilayotgan salatlaring, ovqatlaring menga yoqadi. Qo'ysang endi ovqat pishirishni o'rgangani borasanmi dedilar. Meni endi asl maqsadim ovqat pishirishni o'rganish emas, ko'chaga chiqib ketish. Uydan ozgina ko'chaga chiqish, ya'ni zerikish yo'q bo'lishi uchun ma'lum bir muddat dars 3 hafta bo'lar ekan. 3 hafta ko'chada bir tanish bilish orttirish, uyda qolib ketishdan qochish bo'lgan. Kursga bordim. Kursga borsam, Sevara degan qizcha chiroyligina kulib meni kutib oldilar. Bizlarni hammamizni kutib oldilar. Chiroyli qilib, qiziqtirib hammamizni dars o'tishni boshladilar. Birinchi darsni o'zida shundoq qaradim, vaziyatni o'rgandim. O'zim endi oliy ma'lumotli o'qituvchi emasmanmi? Dars berish bu meni endi necha yillik o'sha tajribam. Lekin aynan kulinariya sohasida dars berish bu meni hobbim ekanligini, shu qadar qiziqishim borligini birinchi darsni o'zidayoq ko'rdim. O'zimga o'zim aytdim. Mana bu bemalol bu narsalarni xuddi bularga o'xshab o'quvchilarga chiroyli qilib yetkazib bera olaman deb o'zimga o'zim endi gapirdim-u, ketdim, uyga keldim. Xo'jayinimlarga, "Hojam" dedim, "menga studiya ochish kerak" dedim. Shunaqa ish qilmoqchiman dedim, birinchi kunini o'zida. Va qo'ysang dedilar. "Yo'q" dedim. "Men oyiga" dedim, "40 milliondan daromad qilmoqchiman" dedim. "Shu ishni qilaman" dedim. Endi o'sha paytda maktabda 1 million 600 ming so'm bilan dekretga chiqqan ayolman. "Shu ishni qilaman" dedim. "Yo'q" dedilar. "Nima qilasan? Uyda o'tir" dedilar. "Iltimos hojam" dedim. "Men oyiga sizga 40 milliondan pul olib kelib beraman" dedim. "Shu ishni qiling, ruxsat bering" dedim.
u dedim bu dedim, xullas ruxsat bermadilar, ruxsat ola olmadim. Qo'limda endi qimmatbaho telefonim bo'lmasdi u paytlarda. Redmi oddiy Bardovi Redmi 9 derdim, Redmi. Xullas tepasi chiqadigan bitta telefon chiqdi, o'sha telefonim bo'lardi. Ertasi kuni keldim Sevaraga, Sevara dedim. Men ham xuddi sizga o'xshagan ish boshlamoqchiman desam, yaxshi-ku Nodira opa, boshlang dedilar. Shu gaplardan keyin uyga kelib, endi qo'limdan kelishini xo'jayinimga ko'rsatmoqchi bo'ldim. O'g'lim Abdullohga telefonimni berdim. Abdulloh, bugun sen bilan snickers tort qilamiz. Ha, aytgancha qisqacha aytib o'tishim kerak. Merengue rulet deysizmi? Snickers tortlar deysizmi? Xullas, juda ham ko'plab pishiriqlar bu уже menda tajribamda bo'lgan. Hattoki mahallamizda men xonim qilganimda xonim qilishni yoshi katta qo'shnilarim ham o'rgangani chiqishardi. Xamirni qo'l bilan cho'zishimga ishqiboz bo'lishardi. Shunaqa yupqa qilib qo'lim bilan cho'zardim, bitta barmoqdek joyi teshilmasdi. Demakki, Alloh meni shu tomonga yuqtirgan joyi bor edi. Sababi zakazga shirinliklar, Dilnoz opa degan qo'shnim bilan xo'jayinim qamalib ketishlaridan oldindan biza shedreletadan kremlar qilib ruletlar sotardik. Xo'jayinim bilan tadbirlarda polni o'sha yangi yillik qilishardi u paytda harbiylarda rosa dasturxonlar narsalarni ertalabgacha pishirib, ertadan kechgacha pishirib, kerak bo'lsa ertalabgacha pishirib berardim. Shu sohaga o'zi menda ozgina yuqtirgan joyi borligi bor edi. Shu sabab bo'ldi-yu, o'g'lim bilan biz snickers tortni olishga boshladik. O'g'limga aytibman, bolajonim, endi u paytda qarang, telefon qo'yadigan narsam yo'q qo'limda. Chiroyli oshxonam yo'q, bitta burchakka borib oldik. Borib o'g'lim video olishni boshladi. Endi sizga aytsam, Abdulloh o'sha paytda hozir hali 18 ga endi to'layotgan bo'lsa, 6 yil oldin 12 yosh bola bo'lgan. 5 yil bo'ldimi shimga? Ha. O'sha 11-12 yosh atrofidagi, balki 12-13 yosh atrofidagi bola bo'lgan. Videoga ol desam, mana shunaqa aylantirib o'rganman venchiklarda, endi videolar men bittan olgandek videoni. Haligini amallab yasab 8 minutli video qilganman-da. Telegramda, Instagramdan shundoq blog ochib, haligi retseptni shundoq joylaganman. Odaming nechta desangiz, 9 ta odamim bor. Blogimning nomini nima qilishni uzoq o'yladim. Sababi eng katta o'tdagi mendagi blog boshlashdan oldingi holat bu xijolatpazlik. Manligimni kimdir bilib qolsa-chi, hozir shuni qilayotgan odam manligimni birov tanishlarim ko'rib qolsa-chi, ismim Nodira deb qo'ysam, o'g'lim aytibdi, 12 yosh o'g'lim o'rgatyapti, oyijon Nodira deb qo'yavering, Nodiralar ko'p-ku. Aynan Rahima Nodira deb qo'ysak, bolam manligimni bilib qolishsa-chi, shunaqa qo'rquvlar bo'lish, xijolatpazlik, qo'rquv demaymiz endi, balki boshlandi. Xo'jayinimlarga ko'rsatdim. Biz Abdulloh bilan o'zimga blog ochdik. Shunaqa nomlayapmiz. Xo'jayinim, qop-qotta xotin qilayotgan ishingni o'ylab qil. Kaleng joydan Nodira, qo'y endi. Shu yoshda shunaqa ish qilmaysan-ku, sen 15 yosh qizcha emassan-ku, bunaqa ishlarni qilgani deyaptilar-da. Yig'ishtir qop-qotta xotin bunaqa narsalarni deyaptilar. Endi stories qo'yishim kerak. Stol nakrivat qilaman, hojam kelishlariga salat, ovqat, qulpinoy nimadirlar qo'ygan bo'lsam, bo'laytadilar, rasmga olaman desam, oldirmaylar. Hammani uyda ham hozir bunaqa ovqatlar yo'q. Olmagan rasmga deyaptilar-da. Xullas, faqat bular qarshi bo'lganlar. O'zingni ko'rsatmaysiz. Sekin blogni qarayaptilar, men qilyapman. Qarang, bugun men bir retsept qildim. Qarang, bugun men narsani pishirib qo'ydim. Tovuqlarni kesaman, oralariga chesnoklarni tiqaman, pishiraman. Uni ham video qilaman, 2-3 minutli video qilaman. Blogimga joylayman, ularga ko'rsataman. Qarang men buni. O'sha ular ham qilayotgan ishimni ko'rib, ularda ham interes paydo bo'lishni boshladi. Faqatgina o'zingni ko'rsatmasdan mayli qilavergan dedilar. Xullas shunaqa ish qilib, blogimni o'zimni boshlanib ketdi, hazil bilan. Tasnim ismimni qo'yib ko'rdik, chunki maqsad Nodiraligimni hech kimga bildirish emas. Shunaqa qilib blog yuritishni boshladim va 5 yil oldingi hayotim bilan hozirgi holatimni taqqoslaydigan bo'lsam, Alloh fazli bilan hayotim tubdan o'zgarib ketdi. Vaqtida biz Farg'onaga borib olganimizda qaytib kelishga yo'l kiraga pulimiz bo'lmagan insonlar aynan xo'jayinimlarning harakati, blogimizni ketidan chet el safarlarigacha chiqishgacha Alloh bizga imkoniyatlarni berdi. Alhamdulillah. Qachongacha bilmadik, lekin Alloh davom etsin. Natijalarim haqida gapiradigan bo'lsak, siz ko'rib turgan holat mana 5 yil shu kunlarga yetib keldik.
Lekin o'sha paytda boya aytganimdek na video olishni bildim, na Instagram algoritmi degan narsani tushundim, na bir SMM degan narsadan xabardor bo'ldim. Shunchaki blog ochdim, o'sha xira prostoy telefonimda ishimni, faoliyatimni boshladim va 5 yil muddat orasida mana siz ko'rayotgan natijalarga erishib turibman. O'sha paytda agar menga kimdir Nodira, sen shu sohada ketmoqchi ekansan, to'xta. Sanda agar biliming bo'lsa, erishayotgan narsalaringga yanada tezroq erishasan deb qo'limdan to'xtatganda, men shunaqa kurslarga borgan bo'lardim. Afsuski, bitta blogerlarga yozardim, videoni qanaqa oladi? Yuzga borib mana video olishingizni ko'rsam bo'ladimi? U paytda men blogerov degan narsa bo'lmasdi. SMM degan narsa, targetolog degan narsalar bo'lmasdi. Balki shuning uchun hamdir meni muvaffaqiyatlarim yillari biroz cho'zilgandek. Hozirgi kunda esa imkoniyatni qaranglar. Hamma narsa yana ham tezroq o'rgansak bo'ladi. Ya'ni men 5 yilda erishgan yutuqqa siz 1 yilda erishishingiz ham mumkin. Agar hammasi to'g'ri yo'naltirilsa, bilim bilan, shu sohada yetarli bilim bilan boshlansa, albatta menga o'xshab bunaqa cho'zilib ketmaydi. Sababi men o'sha 200 mingta, 100 mingta odam bor food blogerlarni yozardim, iltimos qilardim. Yuzga kirg'izing, video olishingizni bitta ko'ring. Mana buni qanaqa qiladi? Hozir Turkona Cooking o'zimni singlim bo'ladi. Instagramlariga, Telegram kanalimga o'tib olinglar deb silkasini qo'yganda telefon qilganman. Turkona, shu silka qo'yibsiz. Qanaqa qilib qiladi shu silkani, ko'ryapsizmi? Hattoki Instagramdagi silkani skopировать qilib, Telegramdagi silkani skopировать qilib, Instagramdagi silka degan joyiga qo'yishni bilmasdim. So'raganimda, "Voy opa, hozir buni telefonda aytib tushuntirib bo'lmaydi, uni video qilib tushuntirishim kerak" deganlar. Qo'ya olmaganman, bo'ldi, qo'ya olmaganman. Bu videoni chiqarishdan asl maqsad nima? Blog boshlanayotganda o'zimda bo'lgan ikkilanishlar va blog boshlagandan keyingi hozirgi erishgan yutuqlarim. Albatta hammasi Allohning fazli bilan. Shunga o'xshab ikkilanayotgan muslimalarim uchun 1-2 may kunlari o'zimni onlayn marafonimni tashkil qildim. Marafonda qatnashish esa mutlaqo bepul. Bu marafonda qanday qilib blog boshlash, qanday qilib daromad, mijozlar sonini oshirish bo'yicha ochiqchasiga gaplashamiz. Qolgan barcha gaplarni marafonda gaplashamiz. Ko'rishguncha.